Aka kalonchilar ko'ring aytyapti Muhammad. Hammasini ko'ring, hammasini ishga bitta. Bitta ko'rayapman men. Direkt g'alabda chiqib. O'zimizni elimizsizlar, xalqimizsizlar, o'zimizni yigitlar. Shuning uchun Qahramon akam oddiygina odam, o'zimizga o'xshagan inson. 5 qizdan keyin duo olgan, elimga bir 2 soatgina chiroyli ko'pkar qilib beraman degan niyatlari bor ekan, ilohim niyatiga yetsin. O'g'ilchasi katta yigit bo'lib, el xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladigan rizqi ulug' farzand bo'lsin. Ilohim kelinglar. Hurmatli ko'pkari shaydolari, Urgut xalqi, haqiqiy ko'pkarining ishqibozlari, hurmatli polvonlarimiz, otbozlarimiz, hammangiz bugun Beshkapa maydonidagi eng yaxshi maydonlardan biri deb tan olinyapti. Mana shu maydonga Qahramonjon xonadoniga xush kelibsizlar. Barcha ashroflarni bugun to'y bilan, xursandchilik kun bilan tabriklaymiz. Tanajonlari sog' bo'lsin. To'y bo'layotgan o'g'ilchasi el xalqimizga xizmat qilsin, umri uzoq, rizqi butun, nasibali yigit bo'lsin. Bugun hammani chorlagan mana shu maydonga bugun polvonlar juda bir chiroyligina o'yin ko'rsatib, elni duosini olib, elga manzur bo'lasizlar degan umid bilan to'yni boshlash niyatidamiz. Yana bir bor hammalaring xush kelibsizlar. Ko'pkarini qonun qoidasini o'rgatib yotmaylik. Qo'lda chopamiz, tortishib chopasiz, maydongacha tortishib kelasizlar. Qo'ysan o'tkazsin deydi. Yo'q. Maydonni ko'rib havas qildik. Mana shu yerga o'zini hissasini qo'shgan barcha insonlarga, MTV raislari, Beshkapadagi barcha polvonlar, o'z hissasini qo'shgan mahalla raislariga, Eshonboy sizlarga xalqimiz nomidan katta. Eshonboy! Salom alaykum. Bu yerda hammamiz bitta odamning gapiga quloq solishimiz kerak-da, to'y yaxshi o'tsin. To'y chiroyli o'tsin. Sizlardan iltimos, mana bu yerdagi mezbonlar, maydon hammaga ko'rinadi. Maydondagi xizmatkordan tashqari odam chiqsin. Hammalarga iltimos. Akmal aka mana shu yerga 4 ta odam qo'yasiz bo'ldi, boshqa odam kerak emas. Biz nomidan yana aytamiz, Xudodan shu yigitni so'rab olgansiz. Xudo 5 qizdan keyin Qahramonjonga Xudo farzand bergan, o'g'il farzand. Bu odam niyat qilgan. Toyi, tuyasi, oti degan narsalarni hech kimdan qarzdorligi yo'q. Uloqlar yengil, tortishib chopamiz, aylantirish degan narsa yo'q. Qat'iyan aytay, bir-birimizni boshidan kelishib olaylik, xafa qilib yotmaymiz. Beshkapa polvonlar yurti, hammamiz bilamiz buni. Qancha polvonlar bor. Bizdan oldin ham yashab o'tgan, hozir ham hayotlari bor. Va barcha maydonlarda, barcha mahallalarda tomosha ko'rsatib yuribdi. Shu yigitlarga rahmat. Rais rahmat. Jalla. Bir o'nta polvon men keyin aytaman. Sizlar o'ntalaringni men bir Sirdaryoga olib bir cho'qtirib kelay. Bergozda 4-5 tasi ham yo'q ekan. Qanijonlaring sog' bo'lsin. Doimo elni duosini oling. Xudo xolasa kam bo'lmaysizlar. Avvalabor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib
ويقيم من الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tilovat Qur'on holati iymon sahobi zamonlarni ahli moja ashriflar xonadoni sovdan avvalo sizni bizni savimizdan odamiy safillah ataman nabiyulloh xususan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam baxsh qildik. Peyri G'avsilazdan bom Birazdan bom Hazrat Davuddan Soymadan Shoysi Bubotmon Hamza Abubakr Siddiqiy Imom Hasan son Kufiyevi ahli o'tgan aziz o'lar ahli o'tgan palonbol ahli beshga baqsod o'tgan eshon bo'lamalar g'aribon ahli mana shu qo'l ko'tarib duo qilayotgan sizni bizdan umdor bo'lgandan boshla qildik. Avlodlar yorpirlar madadkor bo'lsin. Parvardigor ekan mana shu qahramon jonda o'g'li sunnat deyda qatnashyapmiz. Uylangan to'ylarda ham ilmli yaxshi yigit bo'lsin, to'ylar yaxshi o'tsin. Mana shu yerga hammamiz yaxshi niyat bilan kelamiz. Yaxshi niyatlarga erishib sog' salomat boraylik uylarimizga. Xususan Allohumma mahfini val valdi val istazi val jamil val munna val nada val muslimat val alayhim numaynaka bizada va rabbimizdan barakat hozir hojat rahmatga rahmanim Alloh akbar to'ylar yaxshi o'tsin. Marhamat rais va Rahmat ishon bo'l, salomat bo'ling. Hurmatli polvonlar, birinchi boradigan uloq Mehriya hoji onamiz nomidan 1-9 bitta uloq taylaysizlar. Kelishinglar. Bitta uloq Ro'g'riga olib borib taylaymiz. 9 ga chopamiz polvonlar. Haydanglar, sizlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Sog' salomat chopinglar. Mana shu yerdagilar iltimos, endi ochib qo'yasizlar. Qahramon aka ham Xudodan so'rab, yelib, yugurib, elga 1-2 soatgina tomosha qilib beraman degan niyati bor ekan. Baraka topinglar hammalaring. Hammalaringga katta rahmat. Hammamizni Xudo mana shunday to'ylarga, ko'plarni to'ylarga yetkazsin. Iltimos hammangizdan. Abdurahim polvon nomidan polvonlar ustozi Abdurahim polvon nomidan 300 ming so'm to'yana keldi. Rahmat Abdurahim aka. Abdurahim polvon nomidan 300 ming so'm. Polvonlar ustozi bir necha yil ot chopgan ajoyib inson. 9 polvonlar. Mehriya hoji onamiz nomidan 1-9. Bir sarkab, bir gilam, bir adyol, bir servis 200 ming so'm pul. Qani ko'tarilgan mahkam bu polvon. Bahodir polvon. Bahodir polvon yetaklari o'zi biladi maydonni. Ay attang. Ay attang. Bahodirjon boshqotdan bos. 2 metr bo'lsa ham hurmating bor edi, lekin ancha masofa bor. 9lik solim ulog'i Bahodir polvondan yetmay qoldi. Bahodirjon xafa bo'lmaysan, oldidan so'rab ketaver. Aylantirmaysan, chiroyli chopasan. 9lik solim 100 metr masofada aylantirasiz. Bahodir polvondan yetmay qoldi. Bahodir polvondan yetmay qoldi. Ismoil doktorlar tankasida. Bitta uloq taylanglar. 200 ming so'm deb taylanglar shu yerga. Yosh polvonlarimizga. Yosh polvonlarim o'rgansin. Tashla. Peshona teri bilan topilgan to'y. Baham ko'rib chopaveramiz polvonlar. Gap solimida emas. 9lik solimni 100 metr masofada aylantirasiz. Yana Bahodir polvonda mahkam bu Bahodir polvon. Bahodirga to'g'riga stop. Boshqa polvonlar 100 metr masofada aylantiramiz. Qani ko'tar Bahodir. Ko'tar Bahodir. Ay. Mayli. Bu o'yin hech kim xafa bo'lmaydi.
Astagi uloq 200 ming so'm. 200 ming so'm olasiz polvonlar. Astagi uloq ko'tarildi. Yetaklamayki. Hayda, quvushib kelasan. Hayda, chiroyli kelyapsan barakatov. Mana shunday kelish kerak. Halol. Shohrux polvon. O'ramaslik Shohrux polvon. Abdalim magazinchi otimi? Qingirlik. Abdalim magazinchining bayis ikkisi bilan omadingni bersin barakatov. Qingirlik Abdalim magazinchining bayis ikkisi bilan omadingni bersin Shohrux polvon. Barakatov. Qara 9'luk solim. 9'luk solim. Furqat ko'tar, aylantirasan Furqat. Furqat aylantirasan. Tashlab qo'yma, tashlab qo'yma. Tashlab qo'yma dedim Furqat. Halol Furqat bo'ldi. Halol. Furqat polvon. So'lim. Aslı aytganingiz aylantirgan kesin bo'ladi boshqadan. Furqat so'limlar. Hayda traktorga. 3 to'loq tayyorlab kelasizlar. Gilam 2 gilam 200 mingdan Soyg'uslik Shamshod bo'yining shamoli bilan. Soyg'uslik Shamshod bo'yining shamoli bilan Furqat polvon Beshkapa polvoni. O'xtam. Furqat so'limni bering. Furqat polvon 9 ga. Furqatni ham yoshini hisobga oldik, hurmatini qildik. Baraka topsin. Halol chopaydigan yigit. Hamma tomonni hisobga oldik. Hayda traktorlarga 2 gilam. Usti 200 mingdan, uchinchisi yosh polvonlarga 200 ming. Furqat so'limlar. Furqat polvon 9 ga. Soyg'uslik Shamshod bo'yli shamoli bilan omadingni bersin. Pastga eding polvon, pastga. 2 gilam usti 200 ming, uchinchisi yosh polvonlarga. Yaxlida 200 ming so'm solib olasiz. 200 mingdan, uchinchisi yaxlit pul yosh polvonlarga alohida tayyorlaysizlar. Bu yosh polvonlarniki uchinchi uloq. Yosh polvonlarimizdan o'rgansin degan maqsadda. Uni alohida tayyorlaysizlar olinjon. Haydan. 2 elektropech 200 ming, uchinchi uloq yosh polvonlarimizga 200 ming yaxlit pul olasiz. Haydanglar polvonlar, o'ynab qilib chop, qo'lda chopasan, tortishib, maydongacha hech kim ayb qilmaydi. Pul Shavkat jiyanlari nomidan $50 to'yana keldi. Hojimurod doktor nomidan, Hojimurodov Alimardon nomidan 100 ming bir gaz plita to'yana keldi. Rahmat. Yozdirib qo'ying. Qani mana shu yerda bir qo'l ko'tarib duo qilingizlar. Mana shu Meraj akamning kenja o'g'li mana to'yga qarindosh. Xudo o'g'il bersa, ko'p kaltoq beradi. Amin. Allohu akbar. $50 to'y nasib bilan keldi. Halol. Haloling bo'lsin. Bir elektropech 200 ming so'm Hojimurod polvon. Beshkapa polvoni. Hojimurod polvon. Ne'mat akamiz O'slik Ne'mat bozorkomni tarzani bilan